Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz chastota va amplituda bilan tanishib chiqamiz. Ko'pchiligimiz ko'pincha eshitib qolamiz chastota, faza yoki spektr degan terminlarni, lekin ularni biz oxirigacha to'liq tushunib olmaymiz. To'liq tushunmasligimizga sabab o'sha maktab darsliklarimizda yoki institutlarimizda, kitoblarimizda formulalar bilan tushuntirishadi. Formulalar bilan to'ldirib tashlaydi kitobni, shuning uchun tushunmasdan, mohiyatigacha e'tibor bermasdan o'tib ketamiz. Chastota so'zimiz ruscha so'z, chasta degan so'zdan olingan, ya'ni tez-tez takrorlanadigan narsa, ya'ni sikl bo'lib takrorlanadigan shu chastota deyiladi. O'lchov birligimiz Hertzda nima qilingan? Xalqaro nimasi, mana lotinchasida qavs ichida yozib qo'yganmiz. Keyin bundan tashqari Hertz, megahertz bo'lib ko'payib ketaveradi. Lekin C shu o'lchov birliklar sistemasida Hertz qilib qabul qilingan. Endi grafikasidan tushunib olishimiz osonroq. Keling, har bitta nimamizda to'lqin, ya'ni grafik shaklda tushunamiz. Masalan, biz gapirib turganimizda ham shu gaplarimiz ikkinchi odamga to'lqin shaklda yetib boradi. Grafikamizni tushunishdan oldin mana ikkita rasm bor. Shu ikkita rasm orqali sizlarga tushuntirib beray. Mana birinchi rasmimizda mana ovozimiz, mana tebranishlar ko'ryapmiz. Mana ikkinchi nimasini ham ko'ryapmiz. Ikkinchi odamga, ya'ni atmosferamiz tinch turgan paytda davleniya yo'q, ya'ni 0 nimada turibdi davleniyamiz. Ya'ni qulog'imizda nima membranalar tek turibdi, tebranmas. Mana birinchi odam gapirgandan keyin endi nimadagi atmosferamizda bosim o'zgardi. Ya'ni u yerda tebranishlar hosil bo'ldi va o'sha ovozimiz baland bo'lsa, tebranishlarimiz shuncha baland bo'ladi, ikkinchi odamga yetib boryapti yoki o'sha atrof muhitga teng tarqalyapti. Xuddi uga bir tomchi tosh tashlasa, yumalab bo'lib, to'lqin bo'lib tarqab ketadi-yu, atrofga ovozimiz ham xuddi shu shaklda tarqaydi. Lekin ko'zimiz bilan ko'rmaymiz, quloqimiz bilan anglashimiz mumkin. Mana ikkinchi rasmda ham ko'rishimiz mumkin o'sha to'lqinlarda kela turganini. Yoki bo'lmasam rasmdan ko'rib olishlar mumkin. Bekarga magnitofonlarda yoki boshqa nimalarda ko'radigan bo'lsa, mana bunday rasmdagi tebranishlarda hosil qilib qo'yadi. Yoki bo'lmasam telefonimizda dinamikida bir narsani zapis qilamiz desa ham xuddi shu to'lqinsimon ovozimizni ko'rishimiz mumkin. Endi xuddi shu bizning ovozimiz qanchalik baland chiqishi yoki tonlarini bilishimiz uchun o'sha to'lqinda ko'rinishini o'rganib chiqamiz. Ya'ni to'lqinimiz mana dastlabki holatda turibdi, tinch holatda. O'sha eng tepaga chiqqan paytda yana qaytib tushyapti. Xuddi shu tepaga chiqib turib tushadigan paytini amplituda deyiladi. Mana amplituda deyapmiz. Amplituda deb yana ham oddiyroq tushuntiray. Mana kachalar turibdi, bitta odam tebranyapti. Ya'ni dastlabki holatidan eng chekki holatiga chiqqan masofasi bu amplituda deyiladi. Amplituda to'lqinda o'sha dastlabki holatidan eng chetga chiqadigan holatigacha, mana dastlabki holati mana shu nima bo'lsa, eng chetga chiqqan vaziyati. Diapazoni deymizmi, o'sha eng chekkasi chegaragacha boradigan nimasi amplituda deyiladi. Shu amplitudamiz bo'yicha tebranyapti tovushimiz. Tovushimiz tebrandi, pastga tushdi, yana qaytib o'sha dastlabki holatga keldi. Dastlabki holatga kelgan joyimiz mana bu yo'lda bosib o'tyapti. Keldi. Mana o'sha tinch turgan holatga keldi. Xuddi shu masofamiz davr deyiladi yoki sikl deyiladi. Xuddi mana shu joydan. Istagan joyda olishimiz mumkin. Holacha mana bu yerdan mana bu yergacha olishimiz mumkin. Mana. Mana shu masofa davr deyiladi. Davr deydi, yoki bo'lmasa sikl deyishimiz mumkin. Xuddi shu nimamiz 1 sekundda 1 marta tebranadigan bo'lsa 1 Hz bo'ladi. 1 sekundda. Masalan, barabanda 1 sekundda 4 marta chalsa 4 Hzli tovush chiqaradi barabamiz. O'sha musiqa instrumentimiz yoki gitarani nimasini qoronida tebratadigan bo'lsak, o'sha tebranishlar soni o'sha 1 sekundda necha marta tebranishiga qarab turib nima chiqaradi? Tovush chiqaradi. Endi chastotani to'liqroq nima qilib olaylik. Hozirgidek chizmani chizamiz. Mana to'lqinimiz bu tomoni endi vaqt bo'yicha ketyapti. Vaqt bo'yicha. Mana bitta sikl bo'ldi. Mana bu yo'rimiz 2 sikl. Mana bu yo'rimiz 3-chi. Mana bu joyimiz 4-chi siklimiz bo'ldi. Ya'ni bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Agar shu to'lqinimiz 1 sekundda shu 4 ta yo'lda bosib o'tsa, 4 ta siklda bu 4 Hz bo'ladi.
Agar 1 sekundda masalan shu 10 ta joyda bosadigan bo'lsa 10 Hz bo'ladi. Yoki bir 200 marta tebranadigan bo'lsa, bu 200 Hz deb ataladi. Yani tushunib oldik, oddiy qilib amplitudamiz, masalan, qanchalik baland gapiradigan bo'lsak, amplitudamiz balandga chiqadi. O'sha dinamikda telefonda yozib ko'rganlaringda bilgan bo'lsalar, qattiqroq gapirganlaringiz singari shu amplitudamiz balandroqqa chiqadi. Bundan tashqari odamimiz eshitadigan diapazonimiz bor, masalan, ovoz deylik. Inson o'zi 20 Hz dan 20 kHz gacha eshitamiz. 20 dan 20 kHz gacha. Undan u yog'ini masalan diapazonda nima qiladigan bo'lsa, diapazonda ko'raylik. Undan u yog'ini quloqimiz eshitmaydi. Masalan, undan u yog'ini ultrazvuk to'lqinlar deyiladi. Ya'ni uni biz eshitmaymiz. Insonda ham u eshitadigan diapazoni bor. Bundan tashqari, xuddi shu chizgan chizmalarimiz, masalan, o'zgaruvchan 220 voltimiz ham xuddi shu sinusoidal ko'rinishda tebranadi. Xuddi shu ovozni qanday tushuntirgan bo'lsam, endi to'p bilan ham tushuntirib ketaman. Mana fazamiz tebranyapti. O'zgaruvchan tokimizda 50 Hz deb qo'ygan. Shu 50 Hz degani 50 marta tebranadi 1 sekundda. Ya'ni o'sha 50 marta tebranyapti. O'zgaruvchan kuchlanishimiz. Ya'ni o'sha uni amplitudasi amplitudamiz qarangki, mana yerda 220 volt degani bu. 220 volt. Bu taxminan mana bu joyga to'g'ri keladi 220 voltimiz. Hozir nimaga bu yerga to'g'ri kelishini ham aytib beraman. Chunki undan u yog'i ta'sir etmaydi. Unchalik nimaga siz tepaga chiqyapti, bu eng tepaga chiqqan nuqtasida kuch oz. Yana qaytib tushib ketyapti. Shuning uchun ta'sir etuvchi nimasini olingan 220 volt. Aslida bu yerda 111 volt bo'ladi. 300 rozetkamizda o'zi 311 volt bo'ladi. Adabiyotlardan o'qib olishlaring mumkin. Ya'ni amplitudamiz shu 111 voltgacha chiqadi. Gersimiz 50 Hz deb ataladi. Shu esengi davlatlarda 50 Hz deb qabul qilingan, Amerika taraflarida 60 Hz yoki boshqa nimalarimizda 100 Hz shunaqa nimalarni ko'rib qolishimiz mumkin. Mana televizorlarimizda chastotasi har xil bo'ladi. Chastota degani kadrlar soni 1 sekundda nechta kadr almashadi. Chastotasi qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, shunchalik biz aniq tasvirni ko'ramiz. Oldingi masalan 50 Hz bo'lardi. Hozir kim yangi televizor olib turganda e'tibor bersalaring 100 Hz deb yozib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni yangilarda 100 Hz. Endi hozir undan ham chastotasi yuqorilab chiqib ketyapti. Qanchalik chastotasi yuqori nimani oladigan bo'lsak, shunchalik tasvirimiz sifatliroq bo'ladi. Oldin televizorlarda masalan xabarlarda ko'rib qoladigan bo'lsak, kompyuter monitorlarni ko'rsatgan paytda pirpiragan to'lqinlarni ko'rib qolardik monitorda, monitorda. Xuddi shu televizorimiz masalan 50 Hz chastotada tebransa, kompyuterimiz 100 Hz chastotada tebranib turib, chastotalarning farqini o'sha televizor orqali ham ko'p ko'rib qolganmiz. To'lqinlarimiz masalan borib so'nib qoladi. Mana so'nib ketyapti. Ya'ni o'sha amplitudasi pastlagan sari tovushimiz pastlab boryapti. O'sha havodagi qarshilikda yoki atrof muhit qarshiligi singari mana borgan sari o'sha to'lqinimiz sustlashib ketyapti. Yana chastotani qayerlarda nima qilishimiz mumkin? Kim kompyuterlar bilan shug'ullansa biladi. Masalan, chastotasi muhim parametrlardan bitta nimasi hisoblanadi. Masalan, operativ xotiramizni ko'radigan bo'lsak, 1 GB yoki 4 GB operativ xotira bo'lishi mumkin, ikkita bir xil. Lekin ularda chastotasi har xil bo'lishi mumkin. Chastotamiz qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, bajaradigan 1 sekunddagi bajaradigan informatsiyani qayta ishlash yuqori bo'ladi. Mana ikkita operativ xotiradagi hozir o'sha chastotani ko'rsatib beraman. 1333 MHz deyapti ekan bunimizda. 2 GB operativ xotira. Ikkinchimizda 667 MHz deyapti. Mana ko'ra turgan bo'lsalar, chastotasini ham ko'rsatib ketyapti. Chastotamiz o'zi juda muhim parametr. Har bitta nimani olib turganimizda o'sha chastotasiga e'tibor berishimiz kerak. Qanaqa savollar bo'lsa, dars bo'yicha bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin. Darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.